18-hujum. Ukraina yana Wildberries omborlaridan birini bombaladi. Ukraina Belgradda dronlar ishlab chiqiladigan universitetga hujum qildi. Endi hayvonlarga ozor berganlar qamalishi mumkin. Saida Mirziyoyeva. 18-hujum. Ukraina yana Wildberries omborlaridan birini bombaladi. Ukraina Rossiya hududlaridagi navbatdagi yirik logistika markaziga dron zarbasi berdi. Bugun 3-avgust tongida Vladimir viloyatida joylashgan Wildberries kompaniyasining logistika markazi hujumga uchradi. Rossiya rasmiylari va kompaniya bergan ma'lumotlarga ko'ra, zarbadan so'ng ombor hududlarida yong'in yuzaga kelgan. Kompaniya barcha xodimlar zudlik bilan evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Vladimir viloyati gubernatori Aleksandr Avdiyevning bildirishicha, hujum Sobinsk tumanidagi omborga qilingan va kamida bir kishi jarohat olgan. Ukraina tomoni esa bunday obyektlar oddiy ombor emasligini ta'kidlamoqda. Rasmiy Kiyevga ko'ra, ayrim logistika markazlari dronlar hamda sanksiya ostidagi elektron botlovchi qismlarni tashishda foydalanilmoqda. Shu sababli ular harbiy logistikaning bir qismi sifatida nishonga olinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, iyul oyining o'rtalaridan buyon Wildberriesning Rossiyadagi logistika markazlari bir necha bor hujumga uchragan. Vladimir viloyatidagi obyekt esa hujumga uchragan navbatdagi markazlardan biri bo'ldi. Urush davom etar ekan, front ortidagi logistika obyektlariga berilayotgan zarbalar ham tobora ko'paymoqda. Bu esa ta'minot zanjiri va ichki infratuzilma xavfsizligi urushning muhim yo'nalishlaridan biriga aylanayotganligini ko'rsatmoqda. Ukraina Belgradda dronlar ishlab chiqiladigan universitetga hujum qildi. Ukraina Rossiyaning Belgrad shahridagi muhim obyektlardan biriga zarba bergani haqida xabarlar tarqaldi. Belgrad davlat texnologiya universiteti binolaridan biri shikastlangan va yong'in yuzaga kelgan. Xabarga ko'ra, shu universitetda Melander mikroprotsessori asosida uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarish tizimlari ishlab chiqilgan va sinovdan o'tkazilgan. Universitet ilgari bu texnologiyalar elektr tarmoqlari, issiqlik quvurlari nazorati va aerofotosuratga olish kabi fuqarolik yo'nalishlarida qo'llanilishini ma'lum qilgan. Shuningdek, joriy yil yozda oliygoh maktab o'quvchilari uchun dronlar yaratish bo'yicha maxsus o'quv dasturini ham e'lon qilgan. Ayni paytda Rossiya rasmiylari universitetga zarba berilgani yuzasidan rasmiy bayonot bermagan. Shu sababli zarbaning ko'lami va oqibatlari bo'yicha mustaqil tasdiqlangan ma'lumotlar hozircha cheklangan. Endi hayvonlarga ozor berganlar qamalishi mumkin. Saida Mirziyoyeva. O'zbekistonda hayvonlarga nisbatan shafqatsizlik uchun javobgarlik yanada kuchaytirildi. Prezident administratsiyasi rahbari Saida Mirziyoyeva bu borada murojaat bilan chiqib, jamiyatda zo'ravonlikka murosatsiz munosabat shakllanishi zarurligini ta'kidladi. Uning aytishicha, 2026-yil 28-iyuldan kuchga kirgan yangi qonunchilikka ko'ra, hayvonlarga shafqatsiz munosabatda bo'lganlar uchun ma'muriy jarimalar 2 baravar oshirilgan. Bundan tashqari, huquqbuzarlarga 15 sutkagacha ma'muriy qamoq jazosi qo'llanilishi mumkin. Saida Mirziyoyeva bunday choralar faqat jazolash uchun emas, balki jamiyatda mehr-shafqat va mas'uliyat qadriyatlarini mustahkamlashga xizmat qilishini ta'kidladi. U ota-onalarni bolalarga har bir tirik mavjudotga hurmat bilan munosabatda bo'lishini o'rgatishga chaqirdi. Xalqaro maydondagi eng muhim va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatib borish uchun kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va mavzu bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr-salomat bo'ling.